O'zbek shou-biznes olamida o'ziga xos o'rin tutgan Yigitali Mamajonov haqida muhim xabar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Yigitali Mamajonov haqida, biz bilmagan haqiqatlar haqida gaplashamiz. Yigitali Mamajonov sobiq rafiqasi bilan ijodiy hamkorlik va kliplar orqali tanilganidan uyalmaydi. Rayhonning klipi tramplin bo'ldi. Undan keyin Lola klipi syomkasiga chaqirdi. Kamerani o'zimga berib qo'yishda real hayotni ko'rsatib bergandek bo'lasiz. Ular boshqacha g'oyalar bilan muxlislarni hayratda qoldiradigan ijodkorlar edi. Loladan keyin Rayhon Samoda deb nomlangan klipida chiqardi. Eng katta gonorarni ham Rayhonning klipida olganman, chunki o'sha paytda o'zimni yulduz deb o'ylaganman. Birinchi, ikkinchi kliplarim bilan tanilib bo'lgandim. Qo'limga ozmuncha pul berishgan, lekin u pul menga kerak emas edi. Sababi mazza qilib ijod qilganman, deydi u. Agar umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, mening hayotimda kliplar alohida o'ringa ega, chunki o'sha kliplar sabab Yigitali Mamajonov bo'ldim. Hozirgi darajaga yetib keldim. Bu narsalarni inkor etib bo'lmaydi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon G'aniyeva va aktyor Yigitali Mamajonov 2012-yilning noyabrida turmush qurgan. Juftlik 2014-yil may oyida egizak farzand ko'rgan bo'lib, ularga Islom va Imron deb ism qo'yishgan. 2016-yilning mayida esa Rayhon va Yigitalining nikohi rasman bekor qilingan. Egizak o'g'illar xonanda Rayhon qaramog'ida qolgan. Men bir marta ichkuyovlikning issiq sovug'ini tatiganman. Birinchi sobiq ayolim Rayhon to'yimizdan oldin menikida yashaymiz deb aytganida men rad qilishga uringanman. Ichkuyovlik bu uyat, men erkak kishiman. Sening uyingda yashash mening g'ururimga tegadi. Kel, yaxshisi ijarada yashaymiz deganman. Rayhon mening onam vafot etgan. Onamdan yolg'iz yodgorim singlimni bu katta uyga qanday qilib tashlab ketaman? Kim qaraydi unga? Yaxshisi vaziyatni murakkablashtirmaylik. Axir biz bir oila bo'lamiz. Seniki meniki yo'q, hammasi bizniki deb aytgan. Uylanishimdan oldin men o'zim bilmagan holda notariusda nikoh shartnomasiga qo'l qo'yib kelgan ekanman. Keyin bilsam, u shartnomada agar biz ajrashsak hamma o'z mol-mulki bilan qolishi haqida band bo'lgan. Men o'shanda u qanday shartnoma ekanini bilib qolganimdan keyin Rayhonga, demak, siz menga ishonmayotgan ekansiz. Mening tuyg'ularim siz uchun ahamiyatsiz ekan deganimda, u yoshi katta qarindoshlar shuni xohlayotganini aytgan. Rayhon G'aniyeva farzandli bo'lishni uzoq vaqt orzu qilib kutgan. 2014-yil u bir emas, ikki o'g'il farzandlarni dunyoga keltirdi. Ammo o'sha paytda bolalarni otasidan ajratishga unga ham oson kechgani yo'q. Yigitali Mamajonov Qozog'istondagi ijodiy safarlar chog'ida esa Nigina ismli qiz bilan tanishib qolgan va turmush qurish taklifini bergan. Uning ikkinchi turmushidan qiz farzandi bo'lib, u 2018-yilning 17-fevral kuni Qozog'istonning Chimkent shahrida dunyoga kelgan. Ammo aktyorning bu munosabatlari ham uzoqqa cho'zilmagan. Aktyor Yigitali Mamajonov turmush o'rtog'i aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva bilan 2018-yilda tanishgan. Ularning uchrashuvida O'zimizning yigitlar nomli shou dasturi sabab bo'lgan. Aktrisa o'g'li Abubakrni dunyoga keltirgunga qadar Yigitali bilan oila qurganini yashirgan. Oilamiz kuchli rashk sabab ajrim yoqasiga keldi. Telbalarcha bir insonni sevish psixologik yaxshi narsa emas. Buning oqibatida fojialar yuz berishi mumkin. Eng yengili oila buzilishiga, keyinroq esa o'limgacha olib keladi. Ayol kishi o'zi bilib bilmay ko'nglingizni og'ritadigan, nafsoniyatingizga tegadigan gaplarni gapirib qo'yadiki, shunaqa paytda shuncha umrimni, vaqtimni, energiyamni shu ayolga sarflab kelayotganim qanchalik to'g'ri ekan. Bundan keyin hayotimni baxshida qilib bu inson bilan yashash to'g'rimikan? Arzimaydi-ku bu inson deb o'ylab qolasiz. Bu fikr sekin asta kuchayaveradi, kuchaygandan keyin yana gapirib qo'yadi. Aynan mana shunday vaziyat 7 oy avval bizning oilamizda ham bo'lgan. Rashk, qattiq, yaxshi ko'rish shaxsan menga kerak emas. Jinnilarcha yaxshi ko'radigan insonlarga siz bo'yin egib yashashingiz kerak emas. Men bunday sevgiga tayyor emasman. Bu narsa meni bizillatadi.
Bu dunyoda hech bir jonzot haqiqiy tubsiz beg'araz sevgiga arzimaydi. Bunday sevgiga faqat Alloh munosib. Men bunday sevishlarga kerak emasman. Ayol kishi erini hurmat qilishi kerak, deydi Yigitali Mamajonov. Oradan bir necha oy o'tib, oila rishtalari qayta tiklandi. Yigitali turmush o'rtog'i bilan munosabatlari yaxshilangach, oilaviy umra safariga borib qaytishdi. Undan so'ng bir muddat teleko'rsatuvda birgalikda boshlovchilik qilishdi. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.